Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemiz ve bugünkü vaziyetimiz vatandaş, leksiyede sıdık acırızı. Bugünkü ıslah 2024 yıl 6. ayının 30. günü. Leksiyede sıdık acırızı Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslah 2024 yıl 6. ayının 30. günü hepti yekşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden ise hazır Cungo'da tayarlanıvatkan iki xil siyaset. Birincisi kommunal devrige qaytish. İkincisi hazır Yezilada bulupmu en xil ölküsüde başlayan bir xil tecrübe. Yoki sınaq tariqasi tecrübe kılamdı qandaq azaldan ko'rilib bakmagan bir iştanga. Hazır Yeziladagi dehqonlarga harakatga keltirib, dehqonlar o'zidan turalg'i uyini, Yezilada turayotgan, o'zi terayotgan, ishlatayotgan yer, mol, mulkini hammasini kollektivga, atrofga dodiga o'tkazib berib, bular shaharlarga kirib uy sotib olish kerak ekan. Agar shunday qildigan bo'lsa, bir jon 5 qadamda yoki bir oila 5 qadamda 50 ming yuandan pul qo'shib berdi ekan Jungo Kompartiyasi. Demak, dehqonlarni sahrolarda yezib haydash bu bir harakat deyli. Ikkinchisi hozir kommunal davrdagi kollektivlashtirish. Kollektivlashtirish hozir kelayotgan xabarlarda bu asosida kommunalni qayta qurish dedi. Hozir obzorchilar shundan boshildi. Bunun tafsili ve uzorak makale kelmedi. Hazır endi bunu xulosalığa vaqtda bir cümle vatandaş nima? Merkezleştirish. Merkezleştirish Yeziladagi tarqaq egilikqa ijarga berilgandan keyingi paydo bo'lgan tarqaq egilikni merkezleştirish, yerni merkezleştirish. Yer bilan mulk bilan birga merkezleştirish orqali aholini merkezleştirish, ya'ni qattiq bir diktatorning ostiga to'liq kontrol qila oladigan, qilg'ili bo'ladigan bir diktatorning ostiga qilish. Buning sababi nima? Buning sababi Jungo Kompartiyasiga o'ziga ayon bo'lgan mamlakatning ichidagi vaziyat. Jo'naxayga ma'lum bo'lgan vaziyat. Jamiyat buningda xolos. Aholi omma buningda xolos. Turgan dedik-ku. Bu vaziyatlarda xolos ular hech kim bilmaydi. Faqat Jo'naxay bilib turayotgan vaziyat oldida cemiyetni kontrolli qilish ishga oshirish. Tushundingizmi? Cemiyetni kontrolli qilish ishga oshirish. Bu demak, bundan keyingi Jungo Kompartiyasining vaziyati bilan munosabatlik. Vatandaş, endi bugun sizlarga endi qisqa xabarlar asosida yana tahlil yurgizimiz. Bugun qarang bunga ekranda. Yevropa İttifaqı Yaponiya birleşme harbiy manevr o'tkazdi. Osiyo Tinch okeanda urush xavfi o'rladi. Asli mavzu mundaq. NATO bilan Yaponiya qiziq liniyani, aloqa qiziq liniyasini jonlantirdi. NATO qadam Osiyo Tinch okean bexatarlik sohasiga kirib keldi. Jungo taraf agahlandırıp Asya Tinch okean ciddi vaziyetini örültüp etti bu hal. Yani Yaponiya ile NATO'nun birleşip harbiy manevr qilishi Asya Tinch okean ayının aslındaki ciddi vaziyetini tehame ciddileştirip etti deb agahlandırdı. Jungo taraf Ümit Sadası TV 6. ayının 30. günü YouTube. Bankı gumran buluş başlandı. Jungo'da hazır bankalarının gumran buluşu başlandı. Runya'nın nazarı 6. ayının 30. günü YouTube. Jungo'da hazır 40 yürüyüşlük banka gumran oldu, takaldı. Bu katlı gepken bu vatandaşın banka sistemisi, banka kurulmuş hükümetinin maliye yoki hükümetinin devlet hazinesini kontrol qilib turadigan, boshqarib turadigan ve onun bilan iqtisodiy jihatda ta'minlab turadigan. Yani bu bankadan bevosita chiqarib bermaydi. Maliyadagi u boshqa narsa, bankadagi pul bu boshqa narsa. Pul bankadan chiqib obrot qatnashganda andin moliya paydo bo'ldi.
meyli qandaq bo'lishdan qat'iy nazar banka va bir davlat iqtisodining jenida hozir Jungoda 40 yurishlik banka yoki 40 eg'iz banka gumron bo'ldi. Ro'yaning nazari 6-oyning 30-kun YouTube vatandosh. Yana bir xabar ekranda Ukraina va Rossiya urushiga munosabatli. Rossiya armiyasi tarmar bo'ldi. Prezident Vladimir Putin siyosiy o'zgarish patqaqa petib qoldi. Patqaqa siyosiy o'zgarish xatardan iborat bir patqaqa petib qoldi. Asli mavzu bundaq. Rossiya armiyasi tarmar bo'ldi. Mudofaada turishdan voz kechdi. Ehtimol oldin hisobda va yoki keyin hisobda qo'g'dash tegishlik, mudofaa qilish tegishlik barliq istiqomlardan hozir Rossiya armiyasi voz kechdi. Bu albatta bir armiyaning tarmar bo'lganligining bisharti. Amaliy ko'rinishida vatandoshlar. Voz kechdi. Vladimir Putin siyosiy krizisga petib qoldi. Yuqorqisi ekranda bu asli mavzu. Vladimir Putin siyosiy kriz, siyosiy o'zgarish tahdidiga duch kelib, mana krizisga petib qoldi. 57 Donson moliya xabarlari Tayvanning 6-oyning 30-kuni YouTube vatandoshi. Demak, bu sizga hozir kelayotgan narsa Rossiya va Ukraina urush maydonidan kelayotgan xabar. Endilikda yana bir xabar. Beijingda kayfiyat jiddiylashdi. Umumyuzlik gumron bo'lish vaziyatiga kirib keldi. Hozir ham Jungo Kompartiyasi, Jungo jamiyati, Jungo armiya qurilishi, Jungoning jamiyat tartibi, organlar va jamiyatlashgan organlar, jamiyatlashmagan organlar, yezi qishloqlar umumyuzlik holda hozir Jungo jamiyati gumron bo'lish bosqichiga kirib keldi. Biz tushungan nima degan to'q bozor kasod, iqtisodiy tijorat kasod, bordi keldi kasod, iqtisod kasod degani yo'q vatandosh. Bugun shuning javobi yetib kelgan bu endi nima deydi? Bu mu umid sadosining xabari ekan? Beijingda kayfiyat jiddiylashdi. Umumyuzlik gumron bo'lish vaziyatiga kirib keldi. Umid sadosi 6-oyning 30-kun YouTube. Endi siz mana qaraysiz deb vatandosh. Ekranda harbiy jet qo'rishovga elishmi? Yoki harbiy jetga qo'rishovga elishdimmi qo'rqinchli bir ish. Undash. Tayvan bo'g'izida madamiki bir ish yuz berib qolsa, Tayvan darhol davlat deb e'tirof qilinadi. Yoki Tayvan darhol davlat deb e'tirof qilishga erishadi. Jungo uchun eng qo'rqinchli ish yaqin orada yuz berdi. Tushundingizmi? Buni ehtimollikdan sizga topshirayotgani yo'q. Ya kelgusidan elib sizga topshirayotgani yo'q. Yoki shunaq bo'larmi, bo'lmasmi deydigan mumkinlikdan sizga bunda topshirayotgani yo'q. Bu ish masalan urush partiyasi. Ya urush demabdi, agar bir ish yuz bersa, bu ishdan qanday shaklda ekanligini aytmabdi, ya urush demabdi, yoki boshqa bir ism bilan atamabdi. Tayvan bo'g'izida bir ish yuz bersa, madami Tayvan darhol davlat deb e'tirof qilishga erishadi. Jungo uchun eng qo'rqinchli ish yaqin yoki pat arada yuz berdi. Donson moliya xabarlari 6-oyning 30-kun YouTube. Donson moliya xabarlari Tayvan o'zining ashalaqa pulga qaraydigan yillar, halqaliq paytlar degan torbetlarning hammasi shu Donsonning boshqarishida, Donsonning yetakchiligida ishlaydigan torbetlar vatandosh. Hozir ko'rdingizmi? Agar Tayvan bo'g'izida bir ish yuz beradigan bo'lsa, Tayvan darhol e'tirof qilishga, davlat deb e'tirof qilinish erishadi. Biz vatandoshlar uzun zamondan so'zlab keldik. Masalan, biz Uyg'urlar o'zimiz qurgan 3-qatimliq Cumhuriyet, 1864-Yoqubbek 1-Cumhuriyet
1933 yılı 11. ayının 12. Cumhuriyet, 1944 yılı 11. ayının 12. Cumhuriyet vatandaş. Şundaqma biz üçün Cumhuriyetni asli keltirimiz deyat. Bu yerdeki bir nokta qarang, logikilik. Yani siyaset sahasındaki bir mantaqi fikri qarang vatandaş. Bir Uyghur o'rnidan turib, yoki Uyghur qon to'kib, okopga tushib, urush qilib, 1941 yılı 1. ayda tecavüz kılıp kirgen Kuomintang armiyasini 100 bin kişilik armiyanın ve milletari Stalin'in himayesasıdaki şundaq turib kelgen Şinjan'da turib kelgen, hatta 1937 yılı Moskvaga verip Stalin'in koludan Bolşevikler Partisi'nin pasportunu, yani partiye kinişkisini elip yançıkığı selip şansıysay şu günden başlap Uyg'uriston'ni Rossiyaga mustamlika qilib bergan kundan boshlab hisoblaganda 1941 yilga kelganda 37 yili qoldi. Kuomintang degan Xitoyning armiyasi, muntazam armiyasi tajovuz qilib kirdi. 3. Cumhuriyet shu armiyani, Şahsisayning yollanma armiyasini, Kuomintangning muntazam armiyasini tarmar qilib Uyg'ur davlat qurdi. Okopga tushdi, okopdan chiqib davlat qurdi, mustaqillik vakolati vatandaş. Uyg'urning bu inqilobga rahbarlik qilish huquqini Stalin tartib oldi vatandaşım. Stalin tartib oldi. Meselega dedimmi, dedimmi, qanday qildim, esimde yo'q. Men shu vaqtida ilk kitap sizlar ko'rsatgan kitobni tarjima qilganligimizni ko'rsatib bo'lgandan keyin yani bir qonga bo'yalgan bayovan qumluq deydigan bir kitap kelganda shuni tarjima qilayli desak, unimay qo'ydi, unimay qo'yibdi. Biz rahmatlik Seydullah Seyfullayevning uyiga berib gap qilganimizda shu vaqtda Seyfullayev dedi ki biz asli 9 odam edik. 9 odamni elib chiqib Olmaotada şu vaqtki Sovetlar tarbiyaladi. Şu odam shuni dedi, amaliyotda bu 9 odam elida G'oljida inqilobni portlatib, inqilob qo'zg'alib, inqilob rahbarlik qilayotgan odamlar. Amaliyotda bu odamlarni elib chiqib, yani qayta onun sözleşkendek, onu uruşturgandek, bunu teşkillegandek bulup Stalin rahbarlikni kontrol qilib oldi vatandaş. Shunda viloyat inqilobining rahbarligini Stalin kontrol qilib oldi. Lekin mayli KGB'ning jasusiga qaralsin, mayli bir chet ellik ajnabiga qaralsin, mustaqillik degan mushu so'z, mustaqil bo'ldik degan mushu so'z 1944 yılı 3. ayının 11. ayının 11. ayının 13 günü jakarlangan ekan. Şu vaqtki inqilobning maqsad muddasidan aytsiniz to'g'ri. Uyg'urlarning qo'zg'algan ko'tarilish va ko'tarilishning oxirgi hisob yetmoqchi bo'lgan maqsad uchun aytgani yana to'g'ri. Çünkü bir millet mustaqillik e'lon qilamiz, mustaqillik uchun kurash qilamiz deb kurash qilib qalbiga erishdi vatandaş. Şunun o'zi bir kuch, şunun o'zi bir tarix, şunun o'zi bir siyaset, şunun o'zi bir milletning qad ko'tarishi. Başka devlet onu itiraf qilamda, qilmamda qo'yib turang, bu hisob ne vatandaşım? Cumhur Halk Cumhuriyeti'ni Amerika Qo'shma Shtatlari 22 yil tashlab etdi, itiraf qilmay. 22 keyin jahon o'zgardi, siyosat o'zgardi. Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi bo'lib berib Beijingda shartnoma imzolab Jungo Kompartiyasining hukumatini itiraf qildi vatandaş. Endi Uyg'urlar qurgan davlat itiraf qilinmadi. Bu yerga savol qo'ysiz, nima uchun? Nima uchun shu vaqtda hech qanday 2 milyon ya 1,5 milyon nufusi va tashqi Mongoliya itiraf qilindi? Nima uchun Uyg'ur qurgan davlat itiraf qilinmadi? Nima uchun? Nima uchun? Mana savolni qo'ying vatandaş. Gap mushadi va. Nima uchun? Bunun ichida so'z deysiniz hozir talay tarix bor bunun ichida vatandaş.
Muşunchilik so'zlab turayli, muşunchilik qo'yib turayli. Shu vaqtda Uyg'urlar mustaqillik jakarladi. Bugun bizning shuarimiz shu mustaqillik jakarlagan shu momentni, shu vaziyatni, shu daqiqani asliga keltiramiz. Shu hukumat apparatini, shu davlat apparatini Uyg'uriston degan ism bilan asliga keltiramiz. Bu vatan Uyg'urning vatani, bu vatan Uyg'ur xalqining vatani. Uyg'urlar yaşagan, yaşaydigan abadi al-misaqdan tatib yashab kelayotgan vatan. Şoňa bu vatanning ismini Uyg'uriston nomida asliga keltiramiz deb bugungacha bo'lgan hisobda Amerika Qo'shma Shtatlarida 28 yil mush yo'lda mangdoq vatandosh. 28 yil mush yo'lda mangdoq. Endi hozir ma'zi kelayotgan gapdan kengayib bu yerga chiqdi. Nima tahdid Tayvanning bo'g'izida bir ish 100 beradiganlar bo'lsa, Tayvan mustaqil davlat deb e'tirof qilishga erishdi debdi vatandosh. Onda oxiri nim debdi buni? Bu ish pat yaqinda yuz berdi. Tekrarlayman vatandoshim, shundoq debdi kevimiz sadosi. Bu ish pat yaqinda yuz berdi. Tushundingizmi? Dalay Lama kelib bo'ldi New Yorkda. Hozir bu gap o'tirib chiqdi Tayvan to'g'risida. Xudo biroz uning kaynidan yetib keladiganini Uyg'uriston. Vatandoshim, ish mushundoq bo'ldi, mushu tariqada bo'ldi, mushundoq rivojlandi. Shu vaqtida anda insoniyat o'zining tarixiy vazifasini ado qilgan bo'ldi. Bu ado qilish Amerika Qo'shma Shtatlarining yetakchiligida, Amerika Qo'shma Shtatlarining boshlig'ida, Amerika Qo'shma Shtatlarining prinsiplarida, balki bu prinsip xalqaro qoida nizomlarga moslashgan va shuni asos qilgan nizomnoma asosida mushundoq yuz berdi deb hukm qilayli. Hozir alomatlardan ko'rib o'tib, mushu paketlar ostida shundoq hukm qilayli. Biz buningga moslashimiz, Uyg'urlar moslashidi, Tayvan moslashidi bu siyosatga. Tibet moslashidi bu siyosatga vatandoshim. Chunki siyosat shu. Bu hech kimning ixtiyoridagi ish emas. Faqatla Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosi hammaga asoslanib turib bu ishlarni asta tayyorlab mushaga elib kelgan ekan, bu ishning oqibati oxir mushundoq oxirlashidi. Biz shuni umid qilamiz vatandoshlar. Shuni tavlayotgan shuarimiz qurilgan davlatni asliga keltirish. Biz taytanlab mengayotgan endili oyig'i chiqqan bir yoshlik bola emas. Uyg'urlar davlat qurgan xalq, ya'ni takrorlay dedim-ku, Yoqub Bey davrida Yoqub Bey qurgan davlatning demokratik asoslari va demokratik alohidligi, xususiyatlarini, demokratik tuzum statusini Angliyalik tarixshunos faylasuf Charles Bolger Yevropa statusi bilan barobar, Yevropa statusi o'xshash degan edi vatandosh. Uyg'urlar shundoq davlat qurdi, quroli degan edi vatandosh. Hozir endi vaziyat shunday kelayotganda, haliqi asli keltirimiz desak, bu nimani asli keltirdi deb o'ylab qolmanglar vatandosh. Birinchisi davlat apparati, ikkinchisi egilik huquq va hukumat apparati, uchinchisi yer zimin, to'rtinchisi shu vaqtdagi inqilobda tayyorlangan va 1945-yili 4-oyning 8-kuni qurilgan davlat armiyasi, milliy armiya. Mushularning hammasini asli keltirgandan boshqa bu davlatning doisi Ahmadjon Qosimining vafoti. Ahmadjon Qosimi vafotining qanday tashkillanganligi, Rossiya bilan Jungo, Stalin bilan Mao Zedong o'rtasida qanday uyushtirilganligi, buni uyushtirish uchun 1949-yili 1-oyning 30-kuni Moskvadan yetib kelgan Mikoyan urush qilib, Beijing shahriga taxi kirmay turib, Beijing shahrida atrofidagi Shibaypoda qo'nalg'i turalg'i qilgan Mao Zedong o'rtasidagi suhbat
Uyg'urning inqilobini qandoq oxirlashtirish, Uyg'urning Dais Ahmadjon Qosimiylarni qandoq bir taraf qilish, Uyg'urning qo'lidagi 100 ming kishilik armiyani qandoq bir taraf qilish, Jungo ozodlik armiyasi atalmış Şinjan'a elib kirish uchun Sovetlar shu vaqt Stalin qandoq yordam qilish, qandoq askeriy qism chiqarish, qandoq harbiy mashina transport ishlarini chiqarish, yemak-ichmakni chiqarish va mushundaq yordam berib Stalin Xitoyning atalmış ozodlik armiyasini Şinjan degan yerga, ya'ni mustamlika Uyg'uristonga qandoq elib kirish masalasini shibay po'shig'ini degandek mush yig'inlar endi asta o'tirg'i chiqish kerak vatandosh. Buni tahi Jungo hukumati quloqni yo'pirib oldigan ish yo'q. Buningda Jungo hukumatining javobgarligi bor. Bugungi Vladimir Putinmi buningga javob berdi bu ishlarga vatandosh. Alloh xolisa Amerika Qo'shma Shtatlari kuch ato qil Allah, nusrat ato qil Allah. Mushkullar. Mana debdi bana. Tayvan bo'g'izi bir ish bo'ladi. Şu hamon Tayvan mustaqil davlat deb e'tirof qilinadi. Bu ish Jungo uchun armiya bilan qo'rishavga olgandan betar qo'rqinchli ish. Bu pat arada yaqinda yuz berdi debdi. Yo'q, moliya xabarlari ekanmi? Bu Umid Sadosi emas, Donsun moliya xabarlari 6-oyning 30-kuni. Tartib mushundaq, tarix mushundaq, jahon mushundaq. Bu yerda ikki narsa hammadan a'losizligi bizga a'loligi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat kuchi, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat axloqi. Prezident Joe Biden hukumatining nayti inchga, nayti tujublik, nayti tartiblik, nayti planli ishlaganligining hem diplomatiya sohasidagi natijasi bo'lib qoladi, hem Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Biden hukumatining tashqi siyosati natijasi bo'lib qoladi. Shundaq bo'lib qolishini biz Uyg'urlar umid qilamiz vatandoshlar.